Qadrdonlarim, qani bismillah deb biz ishni boshladik. Iltimos qilamizki, videomiz boshidan doimgidek bir donagina o'z laykingizni qiziq olmasdan bosib qo'ying va oxirigacha ko'rib boring. Oxirida siz qidirayotgan texnikani saralaridan chiqaraman. Bu hammasi Texnika bozorim kanalida, traktor savdo kanallarida bizni kuzatishda davom eting. Qadrdonlarim, ko'pchilik texnikani yaxshilardan, traktorlarni yaxshilardan chiqaring deb izohlarda qoldiradi. Lis u 62 sotiladi. Hammasi sizlar uchun 15 ming dollar deb akamiz baholadilar. 91 kod bilan 293 01 12 telefon raqam qoldirgan. Qadrdonlarim, bizda bu haqda ma'lumot ko'pligi sababli biz shunchaki kerakli ma'lumot, nomer va narxni shunchaki ekraningizga qoldirib qo'ydik. Qiziqqanlar shundoqqina Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, hamma ma'lumotni olishingiz mumkin. Savdoga admin javobgar emas, bu salon qismlari. Iltimos qilamizki, qoldirgan 01 12 telefon raqamlariga aloqaga chiqib realni oladigan aloqaga chiqishlarini so'raymiz. Savdoga admin javobgar emas. Qadrdonlarim, hammasi sizlar uchun. Ko'pchilik texnikani saralaridan so'raydi, magnumlardan so'raganlar ham bor ekan izohlarda. Albatta yana qoldirib keting, kelgusi videolarda qanaqa sara texnikalardan chiqaray. Magnum Case 8940 yili 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi holatda. Balonlari, to'rtta baloni ham yangi 80-90%. Narxi 10 ming dollar. Kelishamiz. Albatta kelishilgan holda qilib beradi ekan. Andijonlik akalar bormisizlar. Andijondan ekan manzili. Telefon raqamlari aloqa uchun 90 kod bilan 525 46 88. Iltimos qilamiz, bekorga bezovta qilmagan holda realni oladigan aloqaga chiqinglar. Sababi ko'pchilik bekorga shunchaki ma'lumot olish uchun ham telefon qilishayotgan ekan. Biz qoldirayotgan telefon raqamlariga. Shu sababli qolgan ma'lumotlarni ekraningizga yozdik va kerakli ma'lumotlarni yozdik. Qolgan ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Qiziqqanlar o'tib olishinglar mumkin. Biz esa davom etamiz. Savdoga doimgidek admin javobgar emas. Qadrdonlarim, qani ketdik. Saralarni ko'ramiz albatta. Sizlar uchun 892 traktor. Qadrdonlar, ko'pchilik Belarus traktorlaridan ham so'raydi. Shuning uchun men ajoyib bitta sarasidan chiqazib qo'ydim. Belarus 892 sotiladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 2023 ga 24 shaxsiy sariq nomerda, hech qayerga kluch tegmagan, 402 soat ishlagan motochast. Yangi holatda turibdi. Naqdiga sotiladi. Manzil Samarqand, Kattaqo'rg'on. Telefon raqamlar 90 kod bilan 224 2640. Narxini akamiz 350 million deb qoldiribdi. Realni oladigan aloqaga chiqsanglar kelishtirib beradi. To'rtta baloni ham yangi sara texnikalar sizlar uchun albatta. Qadrdonlarim, savdoga admin javobgar emas. Biz esa davom etamiz. Hammasi Texnika bozorim kanalida. Do'stlarim, ko'pchilik izohlarda Kamazlardan, Isuzulardan ham yozganlar bor oramizda. Imkon qadar e'tiboringizga ko'proq chiqarishga harakat qilamiz, lekin bu yerda hozir bitta Isuzuni chiqazib o'tib ketaman. Kimgadir qiziq bo'lsa, ma'lumotlar Telegram kanalida eling. Bundan-da sara texnikalarni ham bizni Telegram kanalidan qidirib topishingiz mumkin. Isuzu NQR 71 Pel sotiladi. Endi qisqachasi, qisqartmasi albatta. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Probeklari 90 ming kilometr yurgan. Hali bir kurgan bo'lmagan ekan. Halol probeklar deb akamiz qoldiribdi. Yoqilg'i dizel mashina stok holatda, ideal holatda turibdi. Hech qayerga hech qanaqa xarajat kerak emas. Faqat olib minadigan odam bo'lsa bo'ldi deb narxini 38 ming dollar deb baholabdilar. Va telefon raqam 95066 3322 telefon raqamini qoldirgan. Telefon raqam qoldiribdi akamiz. Manzil Toshkent shahar, Chilonzor tumani. Qadrdonlarim, yuqorida ko'rgan texnikamiz Isuzuni ko'rdingiz. Albatta shu orada bitta narsani aytib o'tib ketay. Iltimos qilamizki, savdoga admin javobgar emas. Ko'rsatayotgan texnikalarimizni borib ko'rib olishingizni so'raymiz. Sababi bizda faqat reklama xizmati. Biz texnikaga javobgar emasmiz. Faqat ma'lumotlarni beramiz xolos. Tushundi? Biz davom etamiz do'stlarim. Zil 130 450 130 ga 4502 sotiladi. Yili 1999-yil. 1900 yoqilg'i metan motori Ural qilib yig'ilgan. Rama, kabina, blok, butun zavodskoy, xadavoy qismida havoni zapchastlari ishlatilgan. Narxi 9800 dollar. Ya'ni oladiganlarga kelishtirib beramiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida, Alimkentda ekan. 99110 99911 08 05 telefon raqamlari qoldirgan. Hurmatli aka-ukalarim, savdoga admin javobgar emas. Biz davom etamiz. Shunchaki fikrlaringizni izohlarda qoldirib keting.
Hyundai 140F 2009-yilda ishlab chiqarilgan 26 ming motorchasi bo'lgan ekskavator e'tiboringizga havola qilaman do'stlarim. Shu yergacha videomizni tomosha qilib kelgan bo'lsangiz, bitta pauza qilib, bittagina like ni bosib qo'ying. Biz davom etamiz. Qadrdonlarim, holati zo'r holatda, rasxod umuman yo'q. Vtulka palislari qilingan, yangi kraskadan chiqqan, moy oqadigan joylari umuman yo'q. 47 ming dollarga beriladi, ozmoz kam bor. Realni oladiganlar uchun telefon raqamlar 94 174 60 63 94 270 22 88. Qadrdonlarim, ko'pchilik mana shunaqa sara yangi texnikalarni chiqarishimni so'raydi. Hammasi sizlar uchun. Yangi texnika so'raganlar uchun 22 88 60 63 telefon raqamlariga bemalol bog'lansanglar bo'ladi, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas. Biz esa davom etamiz. Yana saralardan ko'rish uchun albatta. Xo'p do'stlarim, shu yerda yana bitta ekskavator ko'rsatib o'tib ketay e'tiboringizga. Albatta bizda borini ko'rsatishga harakat qilamiz. Hali bu yerda yo'q ma'lumotlar va yana qanaqangidir texnika kerak bo'lsa, bizni Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Xo'p, ekskavator Hyundai sotiladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, motorchasi 25 ming, narxi oxirida, rasxodlari umuman yo'q, hamma joy zo'r. Namanganlik akalar, bormisizlar? Namangandan ekan. Motor deysizmi? Balonlari deysizmi? Qolgan joylari deysizmi? Qayerni aytadigan bo'lsangiz, hech qayerda hech qanaqa rasxod yo'q. Narxini 53 ming dollar deb baholayotgan ekan akamiz va 94 kod bilan 505 3005 telefon raqamlari qoldirgan. Realni oladiganlar aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz deb akamiz qoldiribdi. Albatta hammasi texnika bozorim kanali uchun. Qadrdonlarim, shunchaki izohlarda qanaqa texnikalar chiqarib kelgusi videoda yozib keting. Men esa e'tiboringizga pakurchiklardan ham bitta-ikkita bo'lsa ko'rsatib o'tib ketay. Albatta hammasi texnika bozorim kanalida. Xma brendiga tegishli ko'rib turgan pakurchigimiz sotiladigan, ishlab turgan texnika. Hech qanaqa to'xtab qolgani yo'q. Balonlari 90% yangi holatda, motorlariga kluch tegmagan. Texnikaning holati a'lo darajada, umuman kamchilik yo'q, ishga tayyor texnika. Akalar, bu vaqtda ma'lumot, kerakli ma'lumotlari, manzillarini qiziqqanlarga Telegram kanalimga chiqarib qo'ydim. Ko'pchilik izohda negativ yozish mumkin. Telegram kanal deysan deb. Qadrdonlarim, bu yerga chiqarilmayotgan ba'zi bir texnikalarimiz, ba'zi bir emas, ko'pchilik texnikalarimiz bor. Albatta Telegram kanaliga chiqazib o'tib ketaman. Biz hozirda Telegram kanalda shunchaki 174 ta obunachi bilan ish yurityapmiz. Iltimos qilamiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan da sara texnikalarni ko'rasiz va qanchalik ko'p bo'lsak, men ham shuncha ko'p texnika chiqarishga harakat qilaman. Tushundim. Buni narxi 20 ming dollar ekan. Telefon raqamlari 90 370 88 14. Bekorga bezovta qilmagan holda realni oladiganlar aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda akamiz qilib beramiz debdi. Men esa e'tiboringizga yana bittasini ko'rsaman, lekin savdoga admin javobgar emas. Bunisini albatta o'zingiz bilasiz. Bu pakurchigimiz 2.1 kubalik ekan. Boshqaruv richak 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Qadrdonlarim, buni narxini aytishdan oldin, ma'lumot berishdan oldin bitta pauza qilib qarangchi. Agarda bizning kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaray, uni ham izohlarda yozib ketsangiz, hozir kelgusi videoda siz qidirayotgan texnikani chiqarishga harakat qilaman. 2020-yilda ishlab chiqarilgan bu pakurchigimiz rodnoy holatda turibdi. Atiga 7300 motorchasi yurgan, narxi 24 ming dollar deb akamiz baholadilar. Telefon raqamlari 90 kod bilan 711 90 35 telefon raqamlari qoldirgan. Realni oladiganlar iltimos qilamiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Borib ko'rib olsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas. Bizda shunchaki reklama xizmati. Kimgadir shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, 99 kod bilan 766 70 50 telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar, Telegramdan albatta sizning ham texnikangizni reklama qilib beramiz. Qadrdonlarim, saralarni ko'rish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa davom etamiz. Ko'pchilik izohlarda yozadi, uka traktorni saralardan yaxshirog'idan ko'rsatgin. Shu yaxshi bir texnika olib, traktor olib, yer haydashim kerak, pullugmi, pritsipmi, qanaqa holat bo'lsa bosib ketadigan, soqqina bosadigan texnika kerak deb ko'pchilik yozadi. Qadrdonlarim, aka-ukalarim, sizlar uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan 640 oldi peridok 3 talik zavodskoy 10 ming yurgan holati, ishga tayyor holatdagi klass texnikamiz, traktorimiz, balonlari yaxshi holatda, motorlari yaxshi holatda. Narxini akamiz 35 ming dollar deb baholabdilar. Bu degani yangi texnika 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Bu degani sizga ancha arzonga tushadi degan sabab. Qadrdonlarim, bunaqa texnikalar kamida 70-80 ming dollarga sotilganlarini ham guvohi bo'lganmiz. 35 ming dollar bu ancha arzon. Telefon raqamlari 94 301 35 70. Iltimos qilamizki, videomizni shu yergacha tomosha qilib kelgan bo'lsangiz, bir donagina like bosib qo'ying. Kelgusi videolarda ko'rishguncha qadrdonlarim, hammaga omad.